Assalomu alaykum, bu ko'ringlar, siz salomatmisiz? Bizda sizlarga kichkina yangilikimiz bor. Bizlarning xizmatlarimiz yana kengaydi. Hozir yurib turgan yerlaringiz o'zlarimiz rayonda joylashgan Salman Ujal to'yxona yonidagi mo'yka xona bo'ladi. Bu yerda biz kichkina o'zlarimiz sharoit yaratganmiz, sizlarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun. Bu xizmatimiz nechik bo'ladi desangizlar, bu yerdan polirovka bo'ladi, keyin ximistiska bo'ladi, detallarni kraska urish bo'ladi. Keyin suqo'y tuman bo'ladi, ya'ni keyin obishli mo'yka bo'ladi. 5 hozircha 5 xil turdagi xizmatlar bo'lib turibdi. Bu yerda men o'zim ham bo'lishga harakat etaman, lekin asosiy bu yerni shefi Hazratli og'am bo'ladi. Og'amni nimalarni pastda qoldiramiz. Xudo xolasa og'am sizlarga shu xizmat, aytib o'tgan xizmatlarimizni qilib berishga harakat etadi. Endi sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat etaman. Baholari bilan tanishtirib beramiz og'a. Keling. Baholarni tanishtirib o'tamiz. Necha kundan necha kungacha bo'ladi? Ili mo'ykadan mashina. Oddiy mo'yka yaradon bo'lsa necha soat ketadi, nerlarga yo'ladi, necha so'm bo'ladi. Iloji boricha to'liq. Bizning abi ishni mo'ykamiz. Bundan o'zi boshqa mo'ykalardan 1 soat 40 minut bo'lsa, bizda ham shunday emas. Chunki bizlar ham texnika emas o'zamiz. Kimchiskamiz kelsak, kimchiskamiz Bahosan ha, moddiy mo'ykamiz 60 ming so'm. 60 ming so'm. 60 ming so'm. Damacharami? Liboy mashinamiz. Onun için gellash o'zining ichida. Jellashda nima deyapti? Hozir misol oddiy ishni mo'yka deganda faqat besh yo'ladi, ikki sirlik qo'yiladi. To'g'ri. Bizlar shuning uchun gellar katta betoman meni gellab berish. Shuning uchun gezib ko'pmiz 60 ming. Bu bonus hisobiga ketadi. Ximissiya. Kimchiskamiz sedan mashinalari bo'lsa, bu 1 million ko'pmiz hozir ro'z oyida. 1 million ichida nima kiradi? Bizlar atido detalniy kimchiskamiz, salon kraskamiz. Misol Cobalt mashinalari bo'lsa, Cobalt uchun qo'llaniladi. Hamma obshipkalar kirchilib, qirilib qoladi. Bu narsalar chiskilangandan keyin u go'shada o'zi bilib olasiz narsa. Bizlar shuning uchun kraskasini ham yozib qo'yamiz. Mana shu ikkisi hozircha 1 million. Endi masalan to'liq tushuntiraman. Sizlar plus minus deb kalenda o'lchab turibmiz. Qani? Salon laminatsiya xizmatim 450 ming so'm bo'ladi. Barman gelsangizda mashinalar og'ir ahvolda keladi. Fermer siz boshqa rastamdan mol qilishmisiz gelsangiz, ponni mashinangiz yechiladi, to'g'rimi? Ponni goli bo'ladi, yechiladi. Dan noldan terilik keladi. Har bir detali yuvilib, birin har bir detali yuvilib keladi. Aytsak gapim, sizlar вообще arzon tushadi ekan. Sababi men o'zim bunday daraja arzon deb o'ylamadim. 1 million so'm agarda kraskalari bilan bo'ladigan bo'lsa, chotki baho gapni qisqasi. Sababi kraskalarning rasxodlarini men o'zim bilaman. Keyingi xizmatimiz polirovka. Bu polirovka. Missiya necha kunga yetadi? Kimchiska hozirgi kunda endi nada bahasi yo'q. Qurish kun. Yo'q. Bir kun, 1,5 kun o'rtacha sredni. 1,5 kun ichida uni chiqarib beramiz. Aslida endi harakat edamiz, bir kundan chiqarsa, lekin 1,5 kun deb aytamiz. Unlarda ishini qarab mashina bergandan keyin mashina holatini polirovka ish bor. Polirovka masalamiz. Polirovka o'zi aslida hozircha katlashar polirovka. Yuzda yozilgan sharoitlar so'mlik bilan xudo xolasa bir o'zgarib boshqa aytganda birinchi ko'rgan uyimizda deb yurib o'tiramiz, ammo polirovka o'zi aslida to'liq polirovka uchun kelinsa, polirovka 500 so'mdan 500 ming so'mdan 1,5 million oladi. Suv oynaklari bor. Lekin bizda hozir bozorlikda ko'pincha men misol Sholatda ko'p odam taniydi. Bozorlik mashinalar bo'lsa ko'p odam shuni aytadi. Bozorlik mashinalar uchun 1,5 million bilan uni full aytib beramiz. Sedan mashinalari. Sedan bor. Agar qolgan crossover nima bo'lsa, bosal bahosi o'zgaradi, chunki menda emas, u kraskasi ham naslida narxi o'ynaydi. Bu mening niyatimdan o'ynamaydi. Keyingi xizmatimiz nomboyanimida? Keyin Marachi sistemamiz bor. Marachi sistem. Saray karman xorlar bo'lsa, u inshootlarda o'xshaydi, adashmasam. Bundan bunda. Aytavering, Saray karman xorlar bo'lsa, misol quyosh yig'di ko'p xorlar. Nima bo'lib qoladi? Ko'rdim bo'lib qoladi. Ana shularni chistiyatib, zo'rxonlarga kelib beramiz. Undan ham lekin gelsangizda, kelib turib faraza qarab aytamiz bu narsani. Kitayskiy xor bo'lsa, bu narsani tavsiya qilamiz.
hava tozalab quruladi, Tamam. chiqaradi. Doğru. Sababi ko'pincha qimmatroq parlaq Tamam. yaxshi bu Tamam. narsani sirop qimmat. Radnoy bo'lsa, agar o'zini haqiqiy radnoy vaji bo'lsa, shuni qilamiz yaxshi. Chalmoq ketadi. Ko'rib o'tamiz. Bu ham 200 soat olib ketadi. 200 soat. Deb so'rasan. Suxoy tuman politsiyasi ishlab Suxoy tuman ishlab turibdi. подписчиlar mendan Suxoy tuman buncha so'raladingizda. Realning Suxoy tuman apparatini buzilib qoladi rostdan ham. Suxoy tuman apparat oljaga o'g'irladim o'zi. Ben imkoniyatim bo'lmay, nima og'anim bilan ishlatadigan sharoitim bo'lmay turadi. Suxoy tuman apparat necha so'm? Şimdi geldi 60 ming so'm mashinani yudirdi. Suxoy tuman necha so'm beradi? Suxoy tumanini o'zi yo'q, mo'ykat aytilsa 10 ming so'm qilib beramiz. 60 ming so'm ishlatilsa 10 ming. 70 ming so'm beradi. 70 ming so'm. Tamam. 10 ming so'm shuni Suxoy tuman sizga qilib beramiz. Agar Suxoy tuman o'zi deb kelsalar 20 ming so'm. Suxoy tumanini o'zida kelsa 20 ming so'm. Suxoy tuman o'zi. Aslında gold tuning ailasi xudo xolasa bize ish o'rdak ko'p mashinalarni chiqarib, degan ayyash ahvolidan ta yaxshi bo'lib chiqib, klient rozi bo'lib, shitir sanab berib turgan yergacha chiqarib borishga harakat etamiz. Sizlar esa bizlar podpisat qilib qo'yinglar. Og'amning nomerini pastda yozib qo'yaman. Xudo xolasa xizmatlaringiz bo'lsa,